Farg'ona shahridagi ishsiz fuqarolarga kasb-hunar o'qitish markazi. Ya'ni Ko'kada yangi o'quv yiliga qabul boshlandi. Barchasi bepul. Qani ketdik birgalikda obzor qilib chiqamiz. Bu o'quv maskanida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha dars jarayonlari olib boriladi va noldan o'rgatiladi. IT axborot texnologiyalari yo'nalishi, kompyuterlarni ta'mirlash, kompyuter tarmoqlari, algoritmlash va dasturlash sohalari o'rgatiladi. Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishida ichki yonuvchi dvigatellarga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobil shassisiga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobil kuzov ishlari, avtomobil va dvigatellarni diagnostika qilish. Ushbu ko'rib turgan xonalaring elektr va elektronika xonasi. Ushbu xonada darslar 30% nazariy, 70% amaliy o'rgatiladi. Ushbu xonada tikuvchilik yo'nalishida darslar o'tiladi. Modelga asoslanib eskizlar chiziladi va andoza asosida tikib bichiladi. Ushbu xonada sartarosh, kosmetologiya yo'nalishida 6 oy muddat ichida sartaroshlik, yuz makiyaj, manikyur, pedikyur turlari o'rgatiladi. Kosmetologiya yo'nalishida yuzini parvarishi bo'yicha nazariy va amaliy ko'nikmalar beriladi. O'qish uchun zamonaviy va qulay shart-sharoitlar yaratilgan. O'quvchilar uchun yotoqxona va futbol maydonlari ham mavjud. Barchangizni o'qishga taklif qilamiz. Ushbu videoni eng yaqin do'stlaringizga yuborib qo'ying. Xo'p do'stlar, manzil Farg'ona shahridan Yormazor yo'nalishiga qarab yurganda shundoqqina o'ng qo'limizda joylashgan. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Shoshilib qoling, joylar soni chegaralangan.